Bu yoqqa kelib, bu yoqqa. Jon, qo'yda. Yana bir degina boyaqa gapingni. Ajab anqirayammidim. Voy shunday gap ma'atdim. Yashanganlar paravalliq o'rniga. Uncha Zag'irtal sanatoriya deymiz. Bek bilmagan bo'lsang, yana 30 yil umring bo'lsa, sen borsa, shu vaqt bilib qolasan. Ajab seni men hatto ko'msam, rezilishib ketibsina? Hey, mushu gapni bizning opamiz anglasin, nim bo'lib keta? Voy, nim bo'lib ketadi? Qaynopam bilan o'zimning opasi o'xshamdi. Yo'ldishingni komandировкаga yo'lga silib etibla. Uni sanatoriyaga olib qo'ysang, yo'ldishing qaytib kelganda sendan hisob olishdan qo'rqmamsa? Unda qadamchi, uyda ishtonlarga chiqarib etib, uyni purtatmasa olmamdi. Ya bir qadam yo'lni ortiq mang'amsa, ya o'zining kirlarini yuyib, bir munchiga tushamasa, nima japa menga? Eng muhimichi, bolarim qaraydigan ishqim asqatmadi. Uningda kera uni sanatoriyaga olib borib, o'zimning opasini qilganim yaxshidi. Bu savdo planing bo'ladi ekan, ha? Bunichi savdo emas, makalini ishiltish deymiz, acha. Ha, kalla ishiltishning o'rniga yuraking bilan yaxshi muomala qilgan bo'lsang, ishlar buningdami yaxshi bo'lib ketadi? Voy, menga bunda quruq gaplaring qilib bermagina. O'zimizning jinni baqanma aytgandicha, qurib ketsin undek foydasidan ziynijiq niyatlar. Bu senma? Og'zingdan chiqayotgani mening singlimning katta planimi? Nima jo'la to'nug'isiz bo'lib ketding? Hey, nadimi onini o'gay o'z deb ayirgan ba? Voy, acha, sen bundaq degan bilanchi, bu xotin Armanning o'z apsi emasga. Nim qilma bu o'gay xotinni olib qilib uyda biqib. Nadimi bir onini o'z yoki o'gay deb ayirgan ba? Osh bichar ayolning ahvoliga qarab boqqana, uni mushu holatida, Apa, qanday ahvoling apa, yaxshi turdingmi? Voy, jinim bolam, keldingmi? Voy, puting yaxshi qolganmandi. Yaxshi qoldi bolam. Hech kelin qizim, sen yo'q, men shunda yaxshi qardi bolam. Onosiga bugun kelin qizimning hadisimi meni yo'qlab kelibdi degina. qanday ahvolingiz? Latifa opangizga Şinjan Rayhan Biopantexnik cheklik shirkatining Javhariy Mupari avrishim ichimlikini olg'ash kelgandim. Yurak masalalariga qarata oziqlik o'rnida iste'mol qilsa bo'ladi ekan. Elang. Voy, rahmat qizim, rahmat. Rahmat sizga, sizlar avvar qildik. Aras bolam, Qashqardagi uyni qanaqa qilding, setayotdingmi? Ha, uyni setib. Pulunchi apa, mana maha kartoq sep qo'ydim. Ala. Bak yaxshi qilibsan bolam. Bunichi sen og'im bolam. Endi mening 4 kunlik umrim qoldi degina, men buncha pulni nemishmi qilaman? Qarsam uyinglar bak kichikka bolam. Bosmush bulg'uchi cho'ngroq uy setib olgin. Men kelin qizim uyg'on uylarda o'ltirib, bir uyning rohatini ko'rsin bolam. Ala. Apa, bu degan sening puling tursa, buni olsam qanday bo'ldi? Jinim bolam, men opang gaqiyotganki, ha de, al deganki ala. Sta, bu Opamni baqqan ajrim deb tushensang bo'ldi-ku. Haras bolam. Mening sana deydigan bir o'tinishim botdi. Shuni bir men uchun hal qilib bera olasanmi, bolam? nima? O'tinishim? Hay apa, bir onaning bolaga o'tinigini nima ba? Ha? Nim bo's gapni ochiq qila. Senichu cho'ng-cho'ng doktorxonalarga bir davolatadigan ish bo'lsa-mu, hatto chet ellarga sayohat qilsangmi, opirma jinim apa. Bolam, mening 4 kunlik umrim qoldi. Undaq sayohat degan narsani men o'ylashmadim, bolam. Bo'lsa meni shu yashaganlar sanatoriyasiga olib qo'ygan bo'lsang, pek yaxshi bo'lardi, bolam. Nima dedi? Apa, bu sening orzuyingmi yoki sening planingmi? Men Yo'q, bolam. Bu mening orzuyim. Necha vaqtdan kelin qizimga shundaq desam, armon kelsin, armon kelganda maqsad bilan ish qilamiz deb faqat qo'shilmadi bolam. Mana hadisimi turibdi. Sizmi aldingiz-ku bolam, ha? Ishlar undaq emas Arman. Tasqabdi singlim aqlsizlik qilg'ili. Uningga tarbiya qilayotganda siz kelib qoldingiz. Lekin shundaqda xotirjam bo'ling. Men chuqum uning adabini berman. meni kechiring Arman. Sen kechirim so'raydigan opam, mana. Apa. Meni kechiring apa. Men aqlsizlik qilib sapdimi? Xatoliqim tunuydigan bir qitim fursat bering ma'qulmi? Jinim bolam. Hayotlik ba'zida odam bo'lishga fursat bersa,
ba'zida odam tunishga fursat berdi. Shunaq bo'lgankin, mening sizga bag'rimni qattiq qilishga qanday mumkin bo'lsin bolam? Anamni güldürey değmen, güldürey değmen. Meni bakan atanamni, vay atanam.